Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli Facebook'dagi dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur tilini anglab tushunadigan, Uyg'urning o'tida kuyab suyida aqadigan qadrli qarindoshlarim, hammalariningki mushu vaqti va bundan keyingi vaqti xayrli bo'lsin. Alloh subhanahu taolo ikimiz ikki dunyolik hayotlarni baxt saodatlarga cho'mdirsin ve şu baxt saodatga erishtiradigan ibodatlarni qilishga nisb etsin qadrli qarindoshlar. Bugün İslam tarixi bunu bu qo'lamdagi Turkiyada nashr qilingan Abduljalil Turan akamizningki Taklamakan Uyg'ur nashriyati tarafidan 2014-yili İstanbulda nashr qilingan İslam tarixi degan kitobni o'qib 115-betdan 122-betgacha kelimiz. Bu kitobni tuzgan, yozgan ustozlar bo'lsa Professor Doktor Muhammed Özdemir, Professor Doktor İbrahim Sarıçam, Professor Doktor Seyfettin Ershahin. Bularning hammasi Türkiye vatandaşı, Türk ustozlarken bizga şu arablar yozgan kitob bo'lsa bo'ladi deydiganlarga bu ders foyda qilmasligi mumkin. Bizga ish qilib islom tarixi bo'lsa turklardimi bir tinglab baqsaq degan qarindoshlar bo'lsa bu tarix balkim foyda qilishi mumkin qadrli qarindoshlar. Chunki islom dini arabning dini emas, butkul musulmonlarningki dini, butkul insoniyatga tushgan yo'l xaritasi bo'lgan bir din inshaalloh. İslam tarixini öğrenip bugün kelgan 10. halkımızda, Facebook halkımızda Ümeviler, yani Garip 4. bab Ümevilerninki 2. kichik mazmun Garip Ümevileri. Ötken saat biz tünigen Şerq Ümevilerini sözlep onunki kuruluş ve yıkılış tarixini birlikte öğrendik. Bugün öğrenmekçi boğunumuz Garip Ümevileri. Hazırın özü de özümüzü Müslüman dep çağlagan her kadar bir qarindishimizdan Avrupa'da bir İslam devleti kurulgan bir halifelik kurulgan. Avrupa'nın mushundaq taraqqiy qilishigimi şu vaqtdagi aşı devletdagi ilmiy tadqiqot ishlari musulmonlarningki nihoyatda cho'ng qatqisi, töhfisi bo'lgan desak, hang tang qilishimiz mumkin. Mümkün emas. Musulmonning qo'lidan bunda ish kelmaydi deb qilishimiz mumkin. Anda bo'lsa bugun shu tarixni o'rganib o'tayli. Mening agar Yevropada birligiga birish fursatim bo'lsa, nega boradi desa, men Andalus, ya'ni hozirgi Ispaniyaninki Andalusga berib, balkim Al-Hamra degan masjidni ko'rgil berishim mumkin-di. Hem arzulayotgan bir iş. İnşallah Allah subhanahu taala bana bir yoki bizga shunda bir fursatni bersa, berib kurab kilama degan niyatim bor. Allah subhanahu taala bu niyatlarimizga amalga oshirishga nisb qila. Ana bo'lsa islom tarixini boshlashdan burun qadrli qarindoshlar, men bir qancha kitobni tanishtirib o'tay. Bu qo'lamdagi bu kitob Qur'oni Karim ve izahlık tercümesi Enes Alim Ustazdınki 15 yıllık emgek neticesi qadrli qarindoshlar. Nayet köktaşlık kılıp qattiq taşlık, yani altın ranglik helvelen teşi bizden bayraklarımızga o'xshaydigan mushundaq rangda ishlangan taş muqovasi, qattiq muqovilik kitob. Bunu biz Ramazanda o'qib, bayramda o'qib tugatdik. 60 ders YouTube'da ba, Facebook'ta mı görəleysizlər qadrli qarindoshlar. Tinglab baqsanglar buludu. Ondan keyin bu turmuşning muhim savatları ve savaqları degan Erkin Kamninki bunu kitibi 7. kitap, Erkin Sıdık yazmaları 7. kısım. Bunu kitaptımı eğer biz o'qisak bo'ladi, turmuşumuzda bir texmi yaxshilanish bo'lsa bo'ladi degan qarindoshlar o kitobni o'qisa bo'ladi. Ondan keyin bu Qadar risolasi va sharhi Hasan al-Basrininki yozgan o'z vaqtidagi Hajjaj orqali shu Umaviylarningki nimasiga
yazgan, padişahı yazgan Kader Risalesi, Kaderli qarindoshlar. Onundan keyin bu İmamlar ve Sultanlar Kur'an'daki bu kitap, bu şu Umaviler bilen Abbasiler devrinde yaşayan, biz üzümüzde Ebu Hanife'nin mezhebidin divagan, lekin bu adamın siyasi tarihini dahi bilmegen, ya ki olmasa o tarihler bizge yetip kelmegen veya ki sözlenmegen tarihler bunu bu kitapta İmamlar ve Sultanlar degan kitapta kolga ilinadi, kalemge ilingan. Bunu biz Batur bilen ikimiz tercüme kılıp 100 tane bastırdık, taqtiyatımız. Bu Kur'an-ı göre İslam nime degan What is İslam'nınki İngilizcesi yani. Onun keyin bu Türkçesi İslam nedir? Kur'an'a göre İslam nedir? Bu Kur'an'dakisi bolsa qadirli qarindoshlar, bu Xansuchisi yoki ba'zilar Xitoychisi demasak bo'lmaydi deydi. Xitoychisi deydi, tamam, Xitoychisi. Bizning Xanzuvan bo'lib o'qiyotgan qarindoshlarimiz buningdan keyin millatimizning tarixini, islomning tarixini yoki boshqa tarixlarni Xanzucha orqali o'rganmasi bo'lmaydigan halga kelib qolish ehtimolligi bor, qadirli qarindoshlar. Shuning uchun bu Xanzucha bostirishimizga sabab shu. Onundan keyin bu din Uyg'urlarning yoki Arabning dini emas, butkul dunyo insoniyatning dini, qadirli qarindosh. Bu bina Uyg'urchaga tarjima qilib qo'ygan islom nima, Qur'onga ko'ra islom nima degan. Buni mu Ramazondan burun o'qib tugatdik, qadirli qarindoshlar. Bu kitobni Enes Alim ustozningki bunu Qur'on Kerim ve izahlar tercümesi degan bunu kitap bilan birga ikkisini birlikte $10 poçta haqqı ve başka onu uğraş qaçılaş haqları var. Şunu bəsə biz dünyanın her qandaq yeriga ivetələyimiz. Şunu olan bu iki kitap qarindoshlarımızın qo'lida nurg'ullarga yani 20-30 kişiga ivetdim. Qo'llarga yetib bordi. Amerika, Yaponiya, Germaniya, onundan başqa Kanada degan davlatdagi qarindoshlarimiz talab qilganlarga ivetib berdik. Yana biz ivetishga tayyormiz, qadrli qarindoshlar. Ana olsa bugungi darsimizni boshlab o'tayli, ketayli. Islom tarixi. Endülüs to'g'riliq, İspaniya to'g'riliq, musulmon Yevropa o'z vaqtidagi. Yani Rönesans mı? Yani Yevropa'nınki uyg'unishi uchun Yevropa'nınki sanoat inqilobine asoslarni silishda, bilimde erqazca taraqqiy qilishida musulmon İspaniyanınki yani Endülüs'ninki naydi cho'ng töhbisi var. Bu to'g'riliq Abdug'ani Sabit'in qarindoshim hozir bam yo'q bilmayman. Bu qarindoshimiz mu shu İspaniya to'g'riliq bir kitap yozishni o'ylashyapman degan. Allah egam shu qarindoshimizning qo'lidan ashunday bir kitobning chiqishini kuchlik umid qilamiz inshaalloh. Qattiq tirishyaptim. O kitoblarni qo'lidan chiqa bizmi o'qamiz. İslam tarihi. Ben bunu KGY'den başlayıp qadirli qarindoshlar. Yani 115. betki keptimiz. Yani garip Emevileri, yani Endülüs günümüzdeki İspanya Müslüman, yani günümüzdeki İspanya Müslümanlar tarafından 711 yılda fethi kılıngandan keyin 750 yıla kadar Umavilerning 750 yıldan 756 yılgacha Abbasilarning hakimiyeti ostida bo'lgan. 756 yılda kurulgan Endülüs Umavilerden ilgiriki bu devir Valilar devri deb atalgan. Bu devirde Müslüman fatihler Endülüs'ni nokta kılıp durup Avrupa'nın fethini emelge aşırış için gayret kılgan. Bunun neticesinde Fransa'nın cenubu Müslümanların hakimiyet astığı ötken. Hatta 732 yılda Arap koşulları günümüzdeki Paris şehri kadar yıkıllap kelgen. Fakat
musulmonlar o'rtasida barliq kelgan qabila urushlari birlik va hamkorlikni parchalab fethi harakatlariga to'sqinlik qilgan. Qadrli qarindoshlar, buning asoratlari hozirmi kunimizda bor. Emirlik devri, yani Abbasilar miladi 750 yılda Şərqdə Öməvilərini ağdurğan vaxtida hayatda qalğan Əməvi şahzadələrdən Abdurrahman ibn Muaviyə Pələstin və Misir arqılıq Afrikaga, o yerdən 755 yılda Endolus'a bağlan. Ahırqı Endolus valisinin tosqulluğa qaramay 756 yılda Qurtubağa kilib, əmirlikni və Endolus'un müstəqilliğini caqalığan. Bunun bilen 756 yıldan 1031 yılgacha kadar 275 yıl hüküm sürgen yoki sürdüğen yeni bir Umavi xandonligini qurgan. Endolus Umavi devletinin hakimiyet devri 756 yıldan 929 yılgacha bo'lgan aralıqda emirlik, 929 yıldan 1031 yılgacha bo'lgan aralıqda xalifelik deb ikkiga ayrılgan. Emirlik devridim öz içidən ikiga bölünген. Bular yıl namı boyunca 1. Abdurrahman 756'dan 778'gacha, 1. Hişam 788'dan 796 yılgacha, 1. Hakem 796'dan 822'gacha ve 2. Abdurrahman 822'dan 852 yılgacha ning hükümranlığındaki birinci devir devletinin kuruluş ve gülünüş devri bulup hesaplanıdı. Emirlik bir taraftan Abbasilar ve nahayet az sondaki Franklerinin küşkürtüşü bilen çıkan isyanlarını tinçitişte güç sarf kılsa, yeni bir taraftan Frank ve Hristiyan İspanya padişahının Endolus'a qilgan hücumlarına taqabul turishga mecbur bo'lgan. Ama qilchilik zo'rvallikqa yuzlanish alomatlari ko'rinmagan. Buningda Emevi rahbarlarining davlatning abadiylik masalasi haqida ko'rsatgan g'ayrat va fidokorligining roli cho'ng bo'lgan. Bu davrda Endolusda iqtisodiy sohada muhim o'zgarishlar barliq kelgan. Madan konlari ichilib, yo'l va ko'riklar remont qilingan. Dehqonchilikda sharqdan keltirilgan yangi texnikalar ishlatilishga boshlangan. İşlep chiqarish vositalari taraqqiy qilgan. Tashqi savdoning nisbati yuqorilgan. Iqtisodiy taraqqiyotlarga ergishib, binokorlik sohasidami taraqqiyotlar barliqqa kelgan. Emirlikning tunji davrida yerlik ispanliklar orasida islom tez sur'atda tarqalgan. 3,5 yoki 4 milyon nüfus bar yerlik xalqning ko'p qismi har qanday bir besimga uchirmasdan islom dinini qabul qilgan. Bunun bilen birge musulman hükümdarlarının şefqatlik muamelesi neticesinde musulman bolmaganlarmı hatircemlikке ega bo'lgan. Emirlikte rehberlikni Muhammed 852'den 886'da, Munzir 886'dan 888 yılgacha ve Abdullah 888'den 912 yılgacha qatarlıqlar üstüge algan devrinin ikinci yerimi böhranlık yılları idi. Təxminən 60 yıl hüküm sürgən bu dövrdə rəhbərlik layaqətsiz və təcrübəsiz kişilərin quluğu ötken. Bunun nəticəsində cəmiyyətdə qabilivazlıq və millətlər oturusu düşmənliklər kelib çıxqan. Hər xil qabilə və millətlər, ərəblər, bərbərlər, muvallətlər, mustariblər, oturusu ziddiyətlər Hristiyan padişahlı tərəfindən küşkürtülüb, Endolusni ishki urushlarga tartib kelgan. Bunun bilan jamiyat amonligi buzilgan. Iqtisod vayron bo'lib, baj yig'ilmagan. Natijada davlat xazinasi qurilib qolgan. Qadrli qarindoshlar, ishki nizolardan foydalangan ekan shu vaqtlardami. Xalifelik davri bayatqisi emirlik davri ekan. Abdullah'ның ornuğa nevrisi 3. Abdurrahman 912'den 961 yılgacha taxtga chiqdi. O taxtga chiqqan vaqtida davlat iqtisodiy bo'hron va siyosiy parchalanish qarab yuzlangan edi. 3. Abdurrahman oldi bilan markaziy hukumatni tartibga soldi. Huquqni qo'lga olib, isyonchilarni rahbarlikka bo'ysundurdi.
İsyançılarning boshliqlarini yig'ib Qurtabada majburiy tutib turdi. İsyan qilguvchilarning qaytadan davlatga boj topshirishni amalga oshirdi. Bu vaqtlarda Shimoliy Afrikada Shia Fatimi hokimiyati tizla atrofga kengayishga boshladi. 3. Abdurrahman ichki isyonlarni bostirish kuchidan ilhom elib, milodining 929 yilida Nasir Lidinillah unvoni bilan o'zini xalifa deb e'lon qildi. Buning bilan Andalus Umayyi amirligi Andalus Umayyi xalifaligiga aylandi. 3. Abdurrahman davlat ishida birlik va barobarlikni amalga oshirgandan keyin Fatimilarga qarshi kurashga otlandi. Shimol Afrikadagi ba'zi barbariy qabilalar bilan ittifoq tuzib, hokimiyat sohasini kengaytdi. Shimoldagi xristian podshohlarga qarshi safar boshlab, ularni Andalus Umayyi xalifaligiga qarshi boj to'laydigan yer mustaqil bir davlat shakliga keltirdi. İchki bo'linishlarda ta'siri kuchli bo'lgan arab qabilalari o'rtasidagi raqobatni tugutib, davlatning ishigini har xil insonlarga ochdi. Yana bir tarafdan ma'rifni kuchlantirib, Qurtubaga ko'plagan qurilishlarni soldi. Onun davrida xazinaning kirimi ko'paydi. Bu muvaffaqiyatlar 3. Abdurrahmanning nomini mashhurlashtirdi. Vizantiya ve German imparatorları xalifaga elçi avatib siyasi münasebet o'rnatdi. Andalus yani İspanya'daki musulmonlar hakimiyeti deb ma xaritani biribdi, ko'rsatsam aniq ko'rinmaydi qadrli qarindoshlar. Bu kitobninki 118 betida belkim bununla aloqador kitoblarimiz yozilgan bo'lishi mumkin. Ondan keyin Amerikalik bir olim bor, Abdurrahman Quick debchu, Abdurrahim Quick deymi? O adamninki maxsus Andalus to'g'riliq so'zlagan, musulmon İspaniya to'g'riliq so'zlagan darslari bor, chuqum anglanglar. O adam universitetlarda, Amerikada yoki boshqa davlatlarda shayda leksiya beriglik. O leksiyasi bek yaxshi. Ondan keyin Amerika tarixi. Amerikaninki shu Afrikadan kelgan musulmonlarni qanday ishlatganligi, qanday kelganligi Amerikaga. Yani Amerikani quvgan kishilarninki Yildiz degan kinoni ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Ko'p qismli kino ekan, biz u chog'da oliy maktabda o'qdik. Ko'rmagan ya oliy maktabga tayyorlik qilgan vaqtimiz bo'lishi mumkin. Onunla sözlüklik, körek mıqlıqlı qadırlı qarindoshlar, aşı Abdurrahim Quick degan, Abdurrahman Quick deymi? Abdulhakim Quick kana. Abdulhakim Quick degan ustozninki darsini anglab yaxshilarni umid qilaman. Andalus to'g'riliq mutaxassisga aylanib ketaylik ustozimiz. Tamam. 3. Abdurrahman vafot bo'lgandan keyin o'rniga o'g'li 2. hakim chiqdi. 961 onun davrida ilgari barpo qilingan muqimlik barpo qilindi. İspaniya podshohlariga qarshi qo'lga keltirilgan muvaffaqiyatlar qo'g'dab qilindi. Ilm va san'atda taraqqiyotlar barliqqa keldi. Ma'arif umumlashtirildi. Yoxsul o'quvchilarning ilm tahsil qilish uchun poytaxt Qurtubada 27 dona yotoqliq maktab selindi. Shu davrdagi dunyoning eng buyuk kutubxonasidan birisi bo'lgan har xil temaga oid qancha kitob bordi, qadrli qarindoshlar? 400 ming kitobi bor bir kutubxona qurildi deydi. Qurtuba kutubxonasi. Onun yıkılışı 2. hakamdan keyin Andalus Umayyi davlatining taxtiga texi yeshiga to'shmagan kichik 2. Hisham o'ltirdi. Bu ahvol davlatning eng yuqori taxtida bir rahbarning kamligini o'ttirg'i chiqadi. Bu kamchilikni to'liqlash uchun ma'muriy va askariy rahbarlar o'ttirisida raqobatlar boshladi. Bu raqobatda g'olib chiqqan asli yemenlik bo'lgan Amiri qabilasi xalifaga oid bo'lgan imtiyozlarni qo'llandi. Bular Andalusdagi siyosiy muqimlikni 30 yil davom qildirdi. Faqat oxirida xalifalik taxtiga ko'z tikishi natijasida Umayylar bilan arasi buzildi. Oxirida Amiri qabilasi mag'lub bo'ldi.
Emevi taraftarlarının bu xandallıqın davamı üçün beşiği koygan kişiler isyanlarının aldığını alalmadı. Hakimiyetini tekrar kolga algan Emeviler bu qatim öz arasında təxit talaşdı. 20 yıl devam kılan bu təxit talaşış macrasıda merkezi hükümet vilayetler üstündeki kontrollükni bütünley yo'qotdi. Bu macralardan bizar bo'lgan paytaxit Qurtubaning oqsoqollari 1031 yilida bir yerga kelib, xalifalikni amaldan qoldirib, Emevi sulolasi mansuplarini shahardan surgun qilishga qaror qildi. Rahbarlikni yuqori qatlamdan tashkillangan Shura maslahatchilar komitetining ustiga elishini qaror qildi. Buning bilan Andalus Umayyi davlati yiqildi. Bu o'zgarishlardan keyin Andalus parçalanishga qarab yuzlandi. Har shahar mustaqillikni jakolab, birdan kichik davlat Mulukut Tavaifga aylandi. Emevilerden keyin Andalus 1031 yildan 1492 yilgacha Mulukut Tavaif davrida har beglik Andalusning birligini qo'g'dimay, o'zining mavjudligini qo'g'dashga tirishdi. Yana fursat topsa chegaralaridan qo'shni ellarga kengayishga urindi. Natijada begliklar orasida qonliq urushlar chiqdi. Bu ahvolni kuzatib turgan Ispaniya podshohlari bir tarafdan begliklar o'rtasidagi urushda suxanchilik qilsa, yana bir tarafdan Andalus tuproqlariga askeri qismlar evatdi. Natijada 1085 yilda davlatning Qurtubadan keyingi ikkinchi buyuk shahri Tulaytula musulmonlarning qo'ldan chiqib, xristianlarning qo'liga o'tdi. Bu ahvolda Umayyi rahbarlari davlatni qo'g'dashga o'zining kuchi yetmaydiganligini his qilib, u vaqtlarda Shimoliy Afrikada kuchli bir davlat qurgan murabitlardan yordam talab qildi. Murabitlar Andalusga kelib, Xristian tahdidini tugatdi. Begliklarni yo'qotib, Andalusni o'z hokimiyati ostiga oldi. Andalusda murabitlarning hokimiyati 1090-yildan 1147-yilgacha davom qildi. Murabitlarning yiqilishidan keyin Andalusning qo'g'dilinishini murabitlarning o'rniga qurilgan muvahhidlar o'z ustiga oldi. 1147 Amma 1228 yilda muvahhidlarmo zavallığa qarab yuzlandi. 1228 yildan 1250 yilgacha bo'lgan aralıqda Granada degan shuga deyman. Granada va atrofdagi bir necha shahardan boshqa butun Andalus tuproqlari xristianlarning hokimiyatiga o'tdi. Yani 1228 yildan 1250 yilgacha bo'lgan aralıqda Granada ve atrofdagi bir necha shahardan boshqa butun Andalus tuproqlari xristianlarning hokimiyatiga o'tdi. Musulmonlar qo'lda tutib turgan Granadada ve atrofida Granada sultonligini yana bir ism bilan Nasiriylar davlati 1238 yildan 1492 yilgacha ne kurdu. Nasiriylar yumuşak ve hareketçan tashqi siyaset yürgüzüp, bu devletni 2,5 asrga yakın yaşattı. Fakat iski ziddiyetler tüpeylidin bu devlet mu acizdi. Nasiriylar sırttan keldigan tehditlerde Şimali Afrika'dan yardım alamadı. Neticede Kastiliya Aragon padişahlığı 1492 yılda Granada'nı işgal kıldı. Kastiliya padişahı Ferdinand ve ayali Haniş Isabella Granada'nı alganda Müslümanlar bilen bir kelişim tüzdü. Bu kelişimde ulanı erkin yaşashga yol qo'ydiganligi, can ve mal mülkiga ziyan zahmet yetkizmeydiganligi, dininin yenishga mecburlanmaydiganligi, ibadet işleriga aralashmaydiganligi haqqida va'da berdi. Bunun bilan İspaniyada 8 asr davom qilgan islom hokimiyati oxirlashdi. Qachon? 1492 yili
qadirli qarindoshlar. Endolus'ta Müslüman mevcutluğu hatim birilişi. Kastiliya padişahı Ferdinand ayali Xanish Isabella G'ernadani işgal kılgandan keyin Müslümanlar bilen tüzgen kelişimiga 5 yıl amal qildi. Keyin çirkav mas'ullarining shukirtishi bilan 1497 yılda Müslümanlarni mecburi Hristiyanlashtirish hareketini başladı. Hristiyan rahiplar Müslümanlarning yeniga berib, Müslümanlarning Hristiyan bulishini yoki turayotgan davlatni tark qilishini talab qildi. İspaniya padişahlığı 1526 yılı bir ferman çıkarıp barlık Müslümanlarını Hristiyanlığa kabul kılganlığını jakaladı. Yine her qaysi raylardaki Müslümanların özüne arılışı, hayvanlarını Müslümanca boğuzlaş, kasaplık qilish, xatni qilish ve Müslümanca isim qo'yish qatorliq ishlarni chekledi. 1526 İspaniya. Yani 1556-1557 yıllarda bir ferman çıkarıp Müslümanların 11 yaştan küçük balalarını Hristiyan mektepleriga berishini, Arapça o'qitish ma'rifini to'xtatishni, ayollarning Hristiyan odati bo'yicha kiyinishini buyruq qildi. Bu qattiq cheklamalarga qarshi Müslümanlar 1568 dan 570 yıllar arasında qo'zg'aldi. Ammo bu qo'zg'alon bostirildi. Engizisyon mahkemeleri yuqoridagi buyruqlarni ijro qilish uchun safarbar bo'ldi. İslam diniga mansub ekanligini shubhalangan kishilar jazolantirildi. İspaniya padişahlığı bütün besimlar oldida insonlarning ko'nglidan islomni chiqarib etishga kuchi yetmaydiganligini to'nib yetib 1609 yildan 1614 yılları arasında tahminen 500 minga yakın Müslümanını İspanya'dan sürgün kıldı. Şunda kılıp qadarli qarindoshlar, G'arb Umaviylarininki, yani Müslüman İspanya'ninki, Endolus'ninki tariximi tugidi qadarli qarindoshlar. Hem 5. bab Abbasiylar to'g'riliq öğünüp ötüdikemiz qadirli qarindoshlarım. Bunu mu ayrım bir ders qilsak yaxshi bo'lg'idek. Biz 20 saat öğünüptimiz. Öğrenilgan derslerimizni. İnşallah 11. derste Abbasilarninki qurilishi, ondan keyin Abbasilarninki hakimiyette Mevalilarning ko'pligi, ondan keyin Abbasilarning dini siyosati to'g'riliq bir mazmunni, undagi ishki masalalar to'g'riliq mazmunlarni birlikda öğrenip ötkilekmiz qadirli qarindoshlar. Ben o'qigan bu kitap başka bir kitap emas. Türkiye'de yani Abdülcelil Turan akimizniki Teklemakan Uyghur Neşriyatı deyilgan bir neşriyatı var. Nurulloh'un kitaplarını şehirden çıkarıp atıdı. Kitap yazganlarmı degandek bizmi bir neşriyat, bizning tedbir neşriyatımızda Erkin Sıdık akimizning kitabını neşr qilib taqattık. Ondan başka Abdülveli Ayüp'ninki ikinci anlatılga ait ikinci kısım kitapını ilip berdim, burun çıkan kitap. Onun bizning tedbir neşriyatı çıkardık qadirli qarindoshlar. Ondan başka Kur'an-ı Küre İslam nime degan o'xshash kitaplarninki Uyg'urchasini chiqardik qadirli qarindoshlar. Yaqinda biz bu kitapni demoqchi Enes Alim Ustozninki buni Kur'an-ı Küre Kur'an-ı Kerim ve izahlar tercümesi degan 15 yıllık emgek neticesi, yani Uygurların yakın zaman tarihideki 3. Kur'an tercümesi hesaplandı. Onu dünyanın her qaysi joylariga $10 poçta hakkı bilen Kur'an'dan bir tane izahlar tercüme edin ve onun yanında bunu kitaptan bir tane ibatib bir vatimiz. Bu iş davamlashyotidu qadirli qarindoshlar. Bilgen to'niganlaringlarga buni tavsiya qilib qo'yishinglarni umid qilamiz. İnşallah kelar soat İslam tarihi 11. halkımızda
Köreşkiçe aman bulunla. İnşallah vaxtınla çıksa Kader Risalesi ve Şerhi dikin kitapnımı kürep kuyanla kaderli qerindişimiz. Ondan keyin şu Abbasiylar ve Umaviler otursidiki şu devirde yaşagan İmam Ebu Hanifi'ninki İmam-ı Azam deb qo'ydi. Siyasi fiqhsini yazgan bunu imamlar ve sultanlar degan kitapnımı kürep qo'yishinglarni ümit qilamiz qadrli qarindoshlar. Anda olsa 11. bab 11. Facebook halkımızda, sizin dersimizde inşallah İslam tarihi degan bu kitaptan Abbasiylarning tarixini başlayımız. İnşallah Allah'ın özge amanet bulunla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.